Hop, ustalar, chiroyli quryapsizlar. Ola, anu mijoq qo'shnimiz chiqyapti. Bir narsa desa, ha deb ko'rasiz aka. Hop, boshlaydi-da, aniq boshlaydi hozir. Hormanglar. Yaxshimisiz? Siz hormang. O'lchab chiqdimmi hozir? 7 santimetr biz tomonga o'tib ketibsizlar. Munosabatda qo'shni ro'zani kunida shu qurilish qilyapman ekan deb birovni haqqini yeyish yaxshimi shu qo'shni? 7 santimetringiz pulini beraylik. Shu ovora qilmayli, yarmini quyib oldik-da, qaramay qolibdi. Hazillashdan bu safar to'g'ri ekan. O'zi nech puldan quyapsizlar? Qana bo'lyapti? Aka, hazillashtiraman-da, qana bo'lyapti? Bizdan quydiramiz, shunga chiqaveramiz. Kameraga qarab aytaveradi. Narxi kelishilgan asosida sement, shag'al, apalovka sini olib keltiramiz, quyib beramiz. Kelishamiz, quyib beramizda. Ustalardan qiylanib yurmaydi, shag'allarni sementlarga ovora bo'lmaydi. Armatura, karkas, parkaslar to'qiydi ustalarimiz. Chertojda jayini ko'rsatsa bo'ldi. Chertojni ham o'zlari bolalar chizib berisha oladi. Akalar videoga like bosib qo'yadigan joy ekan, qaranglar. Mishalka apparati bor ekan, shunaqa texnikasi bor ekan. Sementi, shag'ali, ustasi, apalovkasi hech nimadan muammo yo'q. Joyida ko'rsatasiz, bo'ldi, ishingiz hal bo'ladi. Manzil Andijon viloyati Paxtabod va Izboskan tumanlarida xizmat ko'rsatishadi. Boshqa viloyatlarga ham borasizlar, Marg'ilon, Farg'ona. Kelishilgan holatda Marg'ilon, Farg'ona, Andijon, Namangan dastavkasi bilan borib qilib berishaveradi. Pastda nomerlarga aloqaga chiqinglar, kommentariyada omad yozib qo'yinglar.